Mana bunday ko'mirni olamiz hokalarga va mana bu instrument yordamida qopqog'ini bitta ochamiz. Ko'ring, aka operatorga bitta ko'rsating. Va mana bu ko'mirimizni bitta solamiz hokasini mana. Endi yopib qo'yamiz. Bu issiqlik tashqariga chiqmasligi kerak. Mana shu g'ish zavodimiz, ya'ni xumdonimiz 1000 gradusda g'ishlarimizni, mana bunday xom g'ishlarimizni bitta oling. Mana shunday xom g'ishlarimizni pishgan g'ish holatiga keltirib beradi. Mana kamazlarga taxlanyapti. Do'stlar, qadrdonlar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lenin qishlog'iga kelganmiz. G'ish zavodlarimizni obzoriga, ya'ni g'ishni obzoriga. G'ish zavod hozirgi kunda ma'lumotini akalarimiz olaylik, ishlab chiqaruvchi akalarimiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Charchamasdan, tanjoylar sog'mi? Ha, rahmat. Aka, bu yerda o'zi 5 ta 6 g'ish zavod birdaniga joylashgan ekan-a? Shunaqa. Zakaz bersa ertaga haligi muddatdan o'tib boshqa bo'lib qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa iloji boricha gazlar bekilmay tursa yetkazib olib boramiz. Mashalloh, mashalloh. Aha. Aka, manzili to'g'ri aytdimmi men? Bitta aytib oling. To'ppa to'g'ri. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lenin qishlog'ida. Lenin qishlog'idan olib borilyapti, xudo xolasa. Aka, hozirgi kunda endi nima deymiz? G'ishlarimizning narxi. Birinchi razmerini aytib ketaylik. Bo'ldi, razmerini aytaylik. Razmeri standart. Aha. Ya'ni 12 25 6 santimetrlikda bo'ladi. Aha. 6,5. Ha, Qurigandan keyin o'sha 6,2 6,3 qoladi. Mashalloh. Xo'sh, bizda faqat hozir pishgan g'ishni o'zi bor. O'zimizga zaxira qilyapmiz. Tuproqqa keladigan bo'lsak, ko'l qazilyapti, o'sha ko'lni tuprog'idan. Ya, bu aka sho'riga qanaqa endi? Sho'ri shu chiqib qolishi mumkin. Oq sho'r bir 10%, maksimum 20% chiqishi mumkin. Bo'lmasa chiqmaydi, xudo xolasa. Mashalloh. Mana akalar. Dastavka uchun o'zimizda transportlar bor. Vodiy bo'yicha eng arzon narxlarda yetkazib berishadi. KAMAZ deydimi, 10 mingta olamiz, 20 mingta olamiz. Hamma transport bor. Hamma transportdan bor. Agar ochirt bo'yicha o'zi keladigan bo'lsa, bir 3-4 kunda ochirt tiyib qoladi. O'zlarining transportini olib kelsa 850 so'mdan yuklab beradi. Yuklab berishi ichida. Ichida, ha, 850 so'mning ichida yuklab berish ichida. Mana u qumni buzib olishyapti mana. Xo'sh, bu yerda ikkita xumdon bor. Bir kunda o'sha 50 mingta, 60 mingta pishgan g'ish ishlab chiqariladi. Aka, men bitta savol endi. Aha. Sizga bir 30 mingta g'ish zakaz qilsam bugun. Aha. Necha kun davomida olib ketsak bo'ladi? Xudo xolasa ochirt bo'yicha yetkazib beriladi bir 2 kun 3 kunda. 2 kun 3 kun. Unaqa bo'ladigan bo'lsa zo'r ekan. O'sha Viber yaxshi ekan, chunki bu yerda 5 ta 6 ta g'ish zavod borligi uchun Aha. ko'p vaqt kutilmaydi ekan, to'g'rimi? Ha, iloji boricha tezroq yetkazib berishga harakat qilamiz. Keyin o'sha haligi ko'proq musofirda yurgan akalarimiz nima deydi? Kartaga pulni tashab bersa, olib borgandan keyin qolganini pulni beraveradi. Zakalat tashab berishga, to'g'rimi? Zakalat tashab bersa. Ha, Telegram bor, ash kanalda. Endi to'g'ri tushunadi. Cho'ldamiz, antena yaxshi chiqmaydi. Mabodo telefonni ko'tara olmay qolsak, Telegram orqali aloqaga chiqsa, xudo xolasa, обязательно javob beriladi. Mashalloh, mashalloh. Xudo xolasa narx-navosi bilan nech bo'ldi-da bitta 850 so'm bir donasi. 850 so'm. Endi ko'p olganga ham, kam olganga ham shunaqa narx bo'ladi. Endi obyomga qarab jichcha kelishtirib beriladi. Ko'p emas lekin. Ko'p emas. Chunki hozir tok narxi oshib ketdi. Soliqlar narxi oshib ketdi, o'shaning hisobiga narxlar o'tgan yilga nisbatan shu 130 so'm, 150 so'm ko'tarilib qoldi. Ha, bo'ldi akajon, bo'ldi, tushunali. O, mana Bezdakamiz ishlar olib chiqyapti. Ha, yana bir narsani aytib o'tib ketaman, bu g'ishning narxi jichcha o'ynab turishi mumkin. Ha. Ko'p emas, jichcha. O'sha 15 kun, 20 kun atrofida. O'shanaqa, ha, balki bir oydan keyin tushib qolar, balki jichcha oshib qolar. O'shaning hisobiga nima deydi? Yaxshisi telefon qilsa, o'sha kunga narx aytiladi. Bo'ldi, tushunali. Yana qanday ma'lumot qoldi biz bermagan? Endi hozircha shu ma'lumotlar. Xomg'ish yo'q bizda, o'sha hozircha pishgan ish asosan. Ha, bir zavodlar xomg'ishni o'zini ham sotishadi. Yo'q, biz ham fond qilib olganimizdan keyin ko'paygandan keyin sotiladi, xudo xolasa, xomg'ishlar ham. Hozir lekin sotilmaydi. Hozir sotilmaydi. Mana g'ishlarimiz. Mana shu pishgan g'ish. 25, 12, 6 standart. Aha. Otib olsa ham hech narsa bo'lmaydiganda. Hech narsa bo'lmaydi, ha. Shu endi har ehtimolga qarshi avvalo xudo, lekin 10-15-20% atrofida chiqishi mumkin deyapti. Ha, hozirgi kunda o'sha haligi zibirlarda bu yerda yo'lidan, nimadi? Yo'lida olingan yo'q. Hozir asosan aytdim-ku, ko'l ko'llanyapti, o'shani tuproq olinyapti. Ha, baliqchilikka moslashgan ko'llar shundan olib kelinyapti, to'g'rimi? Ya'ni ularda tuproq toza tuproq. To'ppa to'g'ri. Hali oqar suv, sho'r suvlar, zak suvlar yig'ilaydigan joy emas. O'shanaqa. O'shani hisobiga biz o'sha chiqmasa ham bir 20% chiqadi deb beryapmiz xalqqa. Mashalloh. To'g'risini aytish kerak-da. To'ppa to'g'ri. Do'stlar, qadrdonlar, nima deymiz? G'ish zavod narxlari, g'ishlar narxlarini to'liq yoritib berdik deb o'ylaymiz. Agar biz bermagan savollar bo'ladigan bo'lsa, qanday savollarning bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga savol yozishlaringiz mumkin yoki mana shu ustakalarimizni
g'isht zavoddagi g'isht chiqaradigan akalarimizni nomerlarini pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilib. Ha, yana qanday ma'lumot berdim, uzun gapingizni bo'ldim. Masalan, Andijonda qaysidir tumandan telefon qilsa, o'sha yaqin atrofga g'ishtni olib borgan bo'lsak, va manzilni beramiz, borib ko'rib, zakaz berishaveradi, g'ishtni manzil, nima deydi, sifatini ko'rib. Ha. U ham bo'laveradi. U ham bo'laveradi. Namangandan, Andijondan farqi yo'q. Telefon qilsa bo'ldi. Yaqin o'rta o'sha territoriyaga olib borgan g'ishtni aytamiz, borib zakaz berishaveradi. 1 oy, 2 oy yoki 1 yil oldingi joyini aytasiz, borib sho'r chiqqanmi yo'qmi, borib ko'rib, aloqaga chiqib yana zakaz qilishlar mumkin. Shunaqa. Mana u ham qayerga ketyapti hozir endi, sir bo'lmasa. Bunimiz Farg'onaga ketyapti. Farg'ona bo'ldi. Do'stlar, qadrdonlar, xullas ko'rib kuzatib turgan kanallarning Usta Lotus kanali sizlar uchun maxsus video bo'lyapti. Bizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Bizni rivojlanishimiz uchun ozgina bo'lsa ham podpishka qilib, like tugmachalarini bosib qo'ysalaring, sizlardan minnatdor bo'lamiz va videolarimiz oxirida eksperiment qilib beramiz. Boshimga urib sindirib beray, nima qilay? Farqi yo'q, xohlasangiz Van Damga o'xshab qo'lni urib. Van Damga o'xshab qo'l. Undan ko'ra otib beravering. Menga shikast yetmasin. Bo'ldi. Do'stlar, 4 gektar olasiz. Ha, eng balandi necha metrga ota? Mana shu chetdagi odam. Men undan bir 10 metr o'tkazib qo'yaman mana. Ko'ringlar. Agar sinsa, mana sinmadi. G'ishtimiz sifatli, juda ham sifatli. Mana tuproqqa oting, boshqa qilding deyishlari mumkin kimdirlar. Lekin bu yo'lda mana shunday yuk mashinalar yurib, tonna yuk mashina yurib, bu yo'lda qattiqligi asfaltdan ham qattiq bo'lib ketgan, shuning uchun sinmadi. Xullas, kelaverasizlar, ko'raverasizlar, olaverasizlar. Qanday savollaringiz bo'lsa, telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Taninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Sizlar uchun doimo izlanishdamiz. Tamom.